qin kengligi, qindan havo chiqishi, peshob tutolmaslik, qin quruqligi, turmush o'rtog'i bilan nolishlar, to'g'rimi? Tug'ruqdan keyin qinlar devorlari bo'shashib ketishi, qindan havo chiqishi. Mana shunda sizga ultrafemi apparat yordam beradi. Mana shunday maxsus nasatkalari bor. Одноразовый ko'ryapsizlarmi? Har bitta insonlar uchun bitta ochiladi. Mana hozir singlimizga qilamiz. Bir marta ochiladi, faqat o'ziniki individual. Bu bir-biriga infeksiya yuqishini oldini oladi. Mana bunday nasatkalar. Bu lipoliz, lipolifting lipoliz effekti, ya'ni qorindagi yog'lar, mana yonboshdagi yog'lar issiqlik bilan eritiladi. Mana shunaqa nasatkalarimiz ham bor. Maxsus nasatkalari bor. Qindan tashqari bo'yin, yuz lifting effektga ega, ya'ni yoshartirish. Xullas, yuzlarimiz ham yosharadi, bo'yinlar va pastki qin devorlari ham yosharadi. Mana hozir singlimizga qilamiz. Umuman butunlay og'riqsiz protsedura.